Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan o'sha aytib o'tganimdek ICT kursini noldan o'rganib chiqishni boshlaymiz. Hop, birinchi bo'lib biz o'zi bu kursda nechta dars iboratligini ko'rib chiqsak. Bu kursda taxminan 25 tacha yoki 26 tacha mavzu bor. Sizlar bu kursni tugatganinglardan keyin bemalol savdo qilsanglar bo'ladi. Ya'ni mana shu strategiyadan foydalanib va o'zingizlarga bitta modelni qurib, ana o'sha model bo'yicha savdo qilsanglar bo'ladi. Hop, biz birinchi bo'lib o'zi ICT darsida birinchi mavzu bu men o'taydigan hozirgi mavzu open, high, low, close. O'zi bu nima degani? Bu o'zi asli kendirlarni o'sha yopilib, ochilish nuqtalari, qanaqa kendirlar bor, ularning nomlanishi, ana o'shalarni bugun ko'rib chiqamiz. Hop. Birinchi bo'lib biz kendirlarning nomlarini ko'rsak. Ya'ni bizda bu yerda yozilgan 4 ta candle bor. Hop, birinchisi bu bearish and bullish candle. Ikkinchisi directional candle, uchinchisi reversal candle, to'rtinchisi indecision candle. Hop. Bularni hozir ko'rib chiqamiz qanaqa bo'lishini yoki qanaqa o'sha kichkina time frame da qanaqa ko'rinishini, misollarni ham ko'ramiz. Hop. Biz o'zi bir candlelarga qaytsak. Candlelar qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Hammamiz bilamiz buni, ya'ni svechalar birinchi ochilib, ochiladi. Har doim svecha high, low yasab va yopiladi. Bizda xuddi shunaqa narx yoki pastdan ochiladi, low, high yasab yopiladi. Ana endi bu mana bu tushuvchi candle, ya'ni ochilib va pastda yopilsa, bu candle bizda bearish candle deb ataladi. Agar narx pastdan ochilsa, pastdan ochilib tepada yopilsa, bu bullish candle bo'ladi. Ya'ni bearish candle bizda bu sell candle bo'ladi, bullish candle bu bizda buy candle, ya'ni yashil svecha. Xo'p, ana endi bu ham directional candle ga kiradi. Directional candle qanaqa bo'ladi? Bizda narx ochiladi, ochilgandan keyin birinchi chiqib high yasaydi va ya'ni tushuvchi trend bo'lib ketadi. Bu ko'proq qatlarda uchraydi. Bu bizda o'sha news paytlarda ham yaxshi candle bo'ladi. Bu directional candle bizda soyasi kichkinaroq, tanasi kattaroq bo'ladi. Undan keyin biz hop, ya'ni classic buy'da, classic sell'da degan narsa bor. Bu narsa o'sha killzone'lar, ya'ni ikkita London ham, New York ham buy yurishi yokida London manipulyatsiya qilib, dalish yana buy ketishi, mana shularni ham classic buy yoki sell desak bo'ladi. Hop, bu directional candle'larning ko'rinishi, bu sell ko'rinishi, ya'ni narx ochiladi, high yasab, yopilib, low yasaydi va yopiladi. Keyingisi narx ochiladi, low yasaydi, high yasab va yopiladi. Bu buy directional, bu sell directional candle bo'ladi. Ana endi kichkina time frame da qanaqa ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Qarasak, bizda mana bu joyda narximiz ochilgan, ya'ni opening price bo'lgan, ochilib, nima bo'lyapti? Narx pastga tushib, mana shu opening price dan pastga tushib, low yasayapti. Bu low bizda qachon yasaladi? Ko'pincha mana shu narx candle'lar, ya'ni key level'larga tekkan paytda soyasi mana shu key level'lardan reaksiya olib, narx low'lar yasashni boshlaydi. Xudo xolasa, keyingi darslarda biz ko'ramiz, uje killzone'lar haqida gaplashamiz, key level'lar haqida gaplashamiz. Mana shu narsalarni gaplashganimizdan keyin, ko'rib chiqqanlardan keyin bemalol uje savdo qilsa bo'ladi. Hozir bu yerda men sizlarga tushuntirganimdek o'sha killzone vaqtlarda ham yasaladi low'lar. Ayniqsa kunlik candle'da low yoki high ko'p holatda, 70% holatda London killzone'da yasaladi. Bularni bilish uchun baribir sekin-sekin, qadama-qadam o'tib boramiz. Bu buy ko'rinishi, ana endi bu sell ko'rinishi. Bizda mana narx ochilgan, opening price va tepaga high yasab turib, dalish mana direction, ya'ni bir xil trend bo'ylab ketgan pastga va narx low yasagan, undan keyin yopilgan.
hozir bir ikkita misol ko'ramiz. Mana shu directionalga misolni ko'ramiz. Bizda qarasak trendimiz уже mana bu joyda tushib kelyapti va expansiondan keyin bizda ozgina consolidation bo'lgan и biz yana expansion kutamiz. Bu darslikni ham ketma-ket o'tib boraman. Bu IPJ darsligida qo'yiladi. Xo'p, bizda hozir bundan keyin directiondan keyin ko'rib chiqadigan candle'imiz bu reversal candle bo'ladi. Reversal candle mana bu joyda bor va biz o'zi directional candle kutishimiz kerak. Ya'ni tanasi uzunroq soyasiga qaraganda. Hop, bu joylarda bizda hozirgi sell side nuqtamiz bor. Bu ham sell side. Buni o'sha darslar mobaynida o'rgansanglar bo'ladi. Hozirgi ma'lumot shunchaki candle'da qanaqa ko'rinishini bilib olsak bo'ldi. Ana endi biz 15 minutlik time frame ga o'tib ko'ramiz mana shu candle qanday ochilishini. Hop. Bizda example'dan oldin chartni yurgizib ko'ramiz. Hop, birinchi mana buni men to'g'rilsam. Ana endi yurgizishni boshlaymiz. Bizda hozircha narx уже mana bu o'zi asli 18 mana 17:00 da bizda daily candle ochiladi. Lekin true day open bizda o'zi midnight open da, ya'ni 00:00 da bo'ladi. Hop, hozir men 00 ni belgilab qo'ysam, hozir hali ochilmabdi. Mana bu bizda ochilish nuqtasi bo'ladi. Midnight open. Bizga mana shu narsa juda kerak bo'ladi. Midnight open ni belgilash nuqtamiz. Hop, ana endi yurgizsak. Bizda mana narx uchun midnight opendan ham mana bu joydan tepaga highga qarab chiqib ketyapti va bizda ko'rishimiz mumkin mana bu joyda razvorot beryapti. Mana ko'ryapsizlar, London Killzone'da narx high yasyapti. Ana shu London Killzone vaqtlari yoki razvorot berish hammasini keyin sekin o'rganamiz. Hop, key levellarni hozircha mana bu joyda bizda key level nuqtamiz bor, ya'ni breaker block. Ana endi ko'ramiz narxni o'tkazib qanday reaksiya berar ekan. Hozircha breakerga kelmadi va bizda mana bu highni olib turib va undan keyin breakerga keldi. Endi breakerdan bizda ko'ryapmiz narx yaxshi reaksiya qoldiryapti. Yana davom etyapti pastga. Mana shu demak news chiqqan payt ekan. Adashmasam news bo'lgan. Hop, bizda mana ko'ryapmiz nima bo'lgan, directional candle'da London Killzone high yasab, New York va Londonda dalshi narx pastga qarab qulagan. Ya'ni London close paytida, London close Killzone paytida ham narx bizda yaxshigina impulslar berib davom etib ketyapti. Hop, keyingi example bizda mana shu joyda bizda уже razворотный candle ham shakllangan и keyingi kutadigan narximiz bizda directional candle bo'lishi mumkin. Hop, va mana bu joyda bizda buy side nuqtamiz zo'r joylashgan va bunga yaqin joyda mana bu highda ham buy side'imiz yaxshi joylashgan. Hop, ana endi 15 minutlik time frame ga o'tamiz. Qanaqa, ya'ni lower time frame da bizda shu directional candle ni kuzatib boramiz. Hop, bizda уже narx ochildi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, narx bizda nima qilgan? Ochilyapti, low yasab и dalshi tepaga ketyapti. Mana ko'rayotganinglardek bizda narx buy side tarafga yaqinlashib kelyapti va bizda low yasab, shu bilan mana bu midnight open ni hozir men belgilab qo'ysam. Hop. Lekin bizda narx midnight opendan pastga tushmadi. Men o'zim savdo qilish bo'yicha maslahat beraman. Mana shu agar biz buy qilmoqchi bo'lsak, sizlarga taklifim midnight opendan pastda bo'lganda buy qaragan yaxshiroq. Mana shunda sal xavfsizroq bo'ladi.
Bu baribir mani fikrim bo'yicha. Yokida xuddi shuni teskarisi. Agar siz sell qaramoqchi bo'lsangiz, Midnight Open'dan tepada bo'lsa, ya'ni agar siz London Killzone'da ishlab, ya'ni London Killzone'da ishlab chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga maslahatim mana shu Midnight Open'dan tepada bo'lsa sell, Midnight Open'dan pastda bo'lsa buy qarashni maslahat beraman. Ana endi uni ham hamma joydan qarab ketmanglar. Kuzatinglar trendni va to'g'ri levelga kelgan payti kirsanglar bo'ladi. Hop, hozir bu joyda bizda mana Midnight Open'dan narx pastga tushmagan London Killzone, agar tushmasdan dalish ketyaptimi, New York Killzone'da kirishga harakat qilinglar. Agar klassik mana shu day bo'lsa, New York Killzone'da yaxshi entry beradi. Ya'ni atkat bergandan keyin dalish expansion bo'lib ketishi mumkin. Uje bo'ldi, mana yopildi bizda candle'imiz, ya'ni bu tarafda ochilib va bu tarafda yopildi. Hop, mana bu joydan ko'rsatsam, mana bizda narx ochilyapti, low yasayapti, high yasab va yopilyapti. Mana shu buy directional bo'ladi. Hop, ana endi qolgan PDFdagi narsalarni ko'rib chiqsak. Hop, bizda ana endi keyingi candle nomi bu reversal candle deyiladi. Reversal candle o'zi nima degani? Bu razворотный joyda ishlatadigan, ya'ni candle turi. Hop, agar mana shu candle informatsiya bersa, bizga endi 100% emas yoki 90-80% emas, 70-60% holatda bu reversal bo'ladi. Ya'ni razворотga narx tayinlanyapti. Mana shu candle agar ko'rsanglar, men maslahat beraman, bu candle kattaroq time frame da ishlatishdi, dailyda yoki haftalikda buy-ni aniqlash uchun. Keyingi darslarda men buy-ni aniqlashda, qanaqa to'g'ri buy-ni aniqlashlarni o'rgataman va likvidnesslarni belgilashdi. Hop, biz hozir yana candle'ga qaytsak, ana endi bu nima bo'ladi? Narx ochiladi. Ochilgandan keyin uzunroq soya yasaydi, uzunroq, ya'ni shpilka qoldirib, high yasab, pastda low yasab yopiladi. Bu sell reversal candle. Ikkinchisi buydagisi narx ochiladi va pastga uzunroq low yasab, tepaga high yasab yopiladi. Mana bu buy reversal candle bo'ladi. Ana endi yana biz misollar ko'rsak, sizlarga bitta misol. Mana qarasanglar, bizda narx highda olib turib pastda yopilgan. Ya'ni mana bu buy saytlarni olgandan keyin bizda narx nima qilgan? Pastda yopilgan. Bu razворотный candle bo'ladi. Ko'ryapsizlar, keyingi kunda narx nima qilyapti? Pastga ikkita candle, ya'ni expansion qilib beryapti, tushib beryapti. Mana shu candle bu razворотный candle bo'ladi sell uchun. Buy uchun xuddi shuni teskarisi. Hop, yana PDF ga qaytsak. Hop, keyingi candle'imiz turi bu indecision candle. Bu nima? Qanaqa candle? Bu ko'proq dojiga o'xshagan bo'ladi, ya'ni tanasi kichkina, soyasi uzunroq. Bu ko'pincha mana shu ikkita killzone uncha yurmagan paytida bo'ladi yokida narx qarama-qarshi, ya'ni London Killzone pastga tushib manipulyatsiya qilib, tepaga New York Killzone olib chiqib, ozgincha olib chiqib va yana pastga razворот berib, mana shu ochilish joyida, yaqin joyda yopilsa, mana shu joyda bizda narx ko'proq likvidatsiya yechgan bo'ladi. Ya'ni pastga tushyapti, tepaga chiqyapti va yopilyapti. Bizda bir xil trend bo'yicha ketmaganligi uchun bu bizda indecision candle deyiladi. Bu sell ko'rinishi, mana bu buy ko'rinishi bo'ladi. Hop, mana misollarda ko'rsak, mana narx bizda ochilyapti, mana bu ochilish nuqtasi va high yasayapti, low yasayapti, undan keyin yopilyapti. Bu buy ko'rinishi. Ana keyin ko'rinishi, bizda narx ochilyapti, low yasayapti, high yasayapti va mana shu ochilish nuqtasiga yaqin joyda narx yopilyapti. Ya'ni bu bir xil trend bo'yicha ketmayapti yokida pastga qarab razворотdan keyin yana bir xil ketmayapti. Mana shu joyda bizda indecision candle bo'ladi. Bu candleda men o'zim savdo qilmagan bo'lardim. Men o'zim ko'proq shu reversal candle va directional candleda savdo qilishda maslahat beraman. Hop, bugungi darsimiz tugadi. Hammaga rahmat. Agar savolinglar bo'lsa kommentariyada kutaman va do'stlarga ham mana shu ICT ga
qiziqayotgan o'rtog'inglar bo'lsa ham o'shalarga tashlab qo'yinglar. Manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.